Ayol qizlarimizni hozir hammaligingizga yetib turdim. Asosiysi biz 70%, 80% erkaklar bilan ishlaganimizga men juda ham xursand bo'ldim. Shuncha ayol qizlarimiz bor ekan. Yig'ishganligi ham baraka topsin, молодцы, rosa omad tilayman. Musulmon emas davlatlar ham bor, ularga bu narsa yoqmaydi. Shu sababdan ular bu narsaga bu taklifingiz bilan chiqqanman. Masalan, Daftendov CC kremini o'zim ishlab chiqarganman. Agar ko'rgan bo'lsanglar, qizil korobda xuddi shu taklifni berganman kompaniyaga, lekin ular javobini bergan. Sababi halol sertifikatini olish juda ham qiyin. Uni kutish uchun 1-2 oy ketadi. Halol sertifikatini olish masalasida bir qancha o'ntadan ko'p biznesmen bo'lib birga jamlangan, masalan, E'zoz opa, shunga o'xshagan opalar bilan biznes qilayotgan bo'lib turib, kattaroq pul sarmoya kiritganimizdagina u narsani qila olamiz. Uyimizgacha kelib o'zim shogirdlarim ustimdan ariz yozib, hattoki militsiyaga ishimni ham qilib berishdi-da, uyda savobchasi yo'q, shunaqa dokumenti yo'q, narsa pishirib sotyapti deb. O'sha paytda menga turtki bo'ldi, ha, o'zim ustimda ishlashim kerak ekan. Har bitta viloyatdan juda ham ko'p takliflar bo'ldi. Men hozir fransayzga biznes plan tayyorlayapman. Xudo xolasa Toshkentda yaqin orada seminar o'tkazishga. Shartlarini o'zim hali to'liq nima desa bo'la tartibga keltirib bo'lmadi.